Toshkent Politexnika muzeyida tashkil etilgan BRICS Plus hamda Nauka 0+ dasturlarida siz oddiy tomoshabin emassiz. Siz dastur qatnashchisiz. Har bir qatnashgan ishtirokchida o'z qo'li bilan yorug'lik sintez qilish, dronlar boshqarish va robotlar bilan yaqindan tanishish imkoniyati mavjud. Festival Rossiya Fan va oliy ta'lim vazirligi, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, Rossiya Fanlar akademiyasi va O'zbekiston Fanlar akademiyasi hamkorligida o'tkazilmoqda. Bu yilgi tadbirning bosh mavzusi Sening kvant olaming deb nomlangan bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan xalqaro kvant fan va texnologiyalar yiliga bag'ishlangan. Bu tadbir o'zi 20 yil avval Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetida boshlangan. Boshlanishda universitet doirasida bo'lgan. Keyinchalik butun Rossiyani qamrab olgan. Mana oxirgi 5 yil, 6 yildan beri bu festival xalqaro maqomiga ega bo'ldi. Mana shu tadbir 4-marotaba O'zbekistonda o'tmoqda. Festivalning nomiga bir to'xtalib o'tmoqchiman. Nima uchun bu festival Nauka 0+. Nauka bilasizlar o'zbekchasiga ilm fan, 0+ 0 dan boshlab nauka bilan, ilm fan bilan shug'ullanish kerak deb shunga yoshlarni, bolalarni shu ilm fanga yo'naltirishga bag'ishlangan. Mana shu tadbirning asosiy mazmuni, mohiyati shu. Bu yilgi festivalni oladigan bo'lsak, asosan kvant nazariyasiga bag'ishlangan. Toshkent Politexnika muzeyidagi interaktiv ko'rgazmada mehmonlar uchun ilmiy laboratoriyalar, fan shoulari va o'yin maydonchalari tashkil etilgan. Rossiya va O'zbekistonning yetakchi ilmiy ta'lim muassasalari o'z loyihalarini taqdim etmoqda. Ushbu xalqaro fan festivali turli auditoriya vakillari, nufuzli olimlar, talabalar, o'quvchilar va ularning ota-onalarini qamrab oladi. Biz Gubkin nomidagi Neft va gaz Rossiya davlat universitetida o'qiymiz. Nauka Plus konferensiyasida birinchi kun ishtirok etmoqdamiz. Kundalik hayotimizda ishlatayotgan buyumimizda neft ishlatiladi. Qanchalik chuqur o'rganganingiz sari bu yanada qiziq bo'lib boshlaydi. Chunki bu neftdan juda ko'p narsalar ishlab chiqariladi. Masalan, bakalashka ham neftdan ishlab chiqariladi. Kelajakdagi rejam yaxshi mutaxassis bo'lib, yuqori cho'qqilarga yetib chiqish. Ushbu tadbir ilm-fan yutuqlarini keng jamoatchilikka tanitish, yoshlarni yangi kashfiyotlarga undash va texnologik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Festival o'z formati bilan ilmni hayotning ajralmas qismiga aylantirishni maqsad qilgan.